Yangi sezonda elektromobil olaman deganlar diqqatiga. 2026 elektromobillarimiz kirib keldi. E'tibor berasizlar. Oldinlari diskiviy tormoznoy sistemada va to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan kelyapti. Luang brendi asosida. Undan tashqari ikki tomonimizga 3 tadan 6 ta, o'rtadagi bilan 7 ta chirog'imiz bor. Zapaska qo'shib beriladi, jaket beriladi, zaryadchik, balon ключ va kaska qo'shib beriladi. Kolonkalarimiz, planshetlarimiz hammasi bor. Eng aslovnoy tomoni ikkita ramadan iborat 6 ta akkumulyatori 70 lik motor miyalarimiz, ikki tomonda ikkitadan amortizator va ikkitadan resor bilan jihozlangan va eng qulay tomoni balonlari shiroki balonda botmaydigan balonda kelgan va yuk ko'tarish qobiliyati 500 kiloga oshgan kuzovimiz 1.80 ga 1.30 hisoblanadi. Bu magazinimiz Optim. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumaniga, Toshkent Buxoro aslovnoy yo'lni shunagina yoqasiga Gajdumakka turgan elektromobillarimiz azizlar. Bekorga aytmadik Optim narxlarda deb. Chunki elektromobillarimiz Optim to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keltiriladi. Tanlab ayirib olishingiz mumkin. Kabinasiz, kabinalik. Xitoydan mana shunday holatda, upakovka holatda keladi, chunki bir-biriga zarar yetkazmaslik uchun, kraskasiga zarar bermaslik uchun mana shunday holatda murabbiylarimiz Buxoroga kirib keladi va e'tibor bering, tayyorlanganlari. Mana bu yerda esa mana ko'rib turibsizlar. Mana shunday usma-us teriladi, chunki Optim konteyner bilan kelib tushadi, joyini ekonom qilish maqsadida. Va yana sizlarga yangilikni aytib o'tamiz. Hozir bahor fasli, akkumulyator sezoniga mana marhamat 2026-yil akkumulyatorlarimiz sotuvda tayyor nalichda bor. Mana bu tomonda ham mana ko'rib turibsizlar, hammasidan bor va bizni ustunligimiz ehtiyot qism bor dedik. Ehtiyot qismlarimiz, akkumulyatorlarimiz. Bu tomonda e'tibor berasizlar. Elektromobil, elektroskuter va elektrovelosipedga kerak bo'ladigan zapchast ehtiyot qism hammasidan mavjudizlar. Bemalol tashrif buyuring, keling, xarid qiling. Ekranda telefon raqamlar qoldiramiz. Marhamat, taklif bizdan. Elektromobilsiga, elektroskuteri borga, elektrovelosipedi bor akalarimiz, ukalarimiz. Ehtiyot qism qidirib yuribsizmi? Marhamat. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumaniga, Gajdumak mahallasiga taklif qilamiz. Manzilni yana bir bor tushuntirib o'taman. Manzilimiz Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani. Bu tomonimiz Vobkent tomonidan kelaverishda. G'ijduvon shaharga yetmasdan Gajdumak mahalla. Shunagina yo'lni bo'yiga ko'rib turibsizlar, elektromobillarimiz hammasi tayyorda bor. Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Ekranda telefon raqamlari bo'ladi. Elektromobil, elektroskuter, elektrovelosiped yangisidan zapchast holatda barchasidan bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Yangi sezon 2026-yil sezoniga marhamat.